Hop, assalomu alaykum, hurmatli hamkor YouTube kanali a'zolari. Mana kanalimiz mehmonlari, siz bilan men ko'rib turgan joy Go'zal Farg'ona tumanining Xonqo'z qishlog'i Oqoltin ko'chasi hisoblanadi. Oqoltin ko'chasini mana shu joyida urinib yotishdi odamlar. Open byudjetda yutib olingan asfaltni qanday qilib asrab avaylash, qanday qilib chiroyli qilish to'g'risida o'ylanishyapti. Xudo xolasa mana shu ko'cha boshimiz Abduhalil tog'a bo'ladi. Ko'pchilikdan eslar oldin milliy ichki ishlar tizimida ham ishlashgan. Hozir xullas hamma harakatda. Qish bo'lishiga qaramay, Rahmat akam ham ko'chalar to'g'rilab. Assalomu alaykum. Hamzon aka tushunsiz? Oqsoqol Xormet tushunsiz? Endi xolos asfaltlar muborak bo'lsin. Undan tashqari asfaltchilar o'zi asfalt ketaveradi deb tez turmasdan o'zlari urunyapsizlar ekan. Mana kimdir shoqol tashigan, kimdir arg'in to'g'irlagan, kimdir latok qilgan yangi, to'g'rimi? Nima ishlar bo'lyapti endi? Mana avvalambor Allohga shukr. Davlatimizga rahmat. Mana Open byudjetda yutib oldik. 2,5 kilometrdan ziyodroq joyda asfalt bo'lyapti. Hozir ozgina joyimiz qoldi, degan Xudo xolasa tugatib yuboramiz deyapti. Mana mahallamizni obod qilish uchun hamma birgalikda urinyapti. Qaysi tomonni ko'rsatayman? Mana bu tomonda bu tomonda mana ariqlarimizni tozalab, latok qo'yishdi mana. Chiroyli qilib suvlar chiroyli oqyapti mana. Hozirda modlarga ham chiroyli qilib gulzorlar qilib qo'yamiz degan niyatimiz bor. Hozir buni oraliqdagi kichkina ko'chagacha bo'ldi. Ko'cha ham bo'ldi, bag'anari joylarni maktab bolalarimiz bor. Asosiy yuradigan yo'l edi-da. Sizlarga ham rahmat. Tanjon sog' bo'lsin. Endi xullas hozir bu asosiy hammani urintirganingizdan, ko'chaga chiq, mashta tur deganingizdan maqsad asfaltni o'zini shunday bosib ketavermasin, ham nazoratda bo'lib turadi, o'zlari mahallamiz obod bo'lsin. Qishlog'imiz obod bo'lsa, mana shu asfalt uzoqroq muddatga yetsin deb sal Xudo xolasa nevaralarimiz ham, sevaralarimiz ham yo'llarda yursa, 100 yillab xizmat qilsin, Xudo xolasa. Hali asfalt ko'rmagan ko'chalarga ham asfalt bo'ldi. Men xatlar endi. Sadoqat ko'chasida yaqin 2 kilometr. Ikkinchi kam texnik oldidan boshlabmi? Boshlab, yerga qabriston ko'chasi, Sadoqat ko'chalar, Oqoltin ko'chasidan 1 kilometrdan bo'lsa. Bo'ldi. Davlatimizga rahmat, yigitlarimizga rahmat, Open byudjetda qatnashgan hamma yigitlarimizga rahmat aytamiz. Hozir aytaylik, ikkita tupik bordi, baqa chapga bitta, o'ngga bitta tupikchalar. Ular ham bo'ldi. Ular u mahallalarga ham asfalt kirdi. U mahallaga bilmayman asfalt bo'lmagan hayotda. Bilmaymiz degan bo'lsa-yu. Bizga rahmat, hammaga rahmat, yigitlarimizga rahmat, sizlarga ham rahmat, davlatimizga rahmat. Hozir mana shu demak yaqin 500-700 metr u yoqqa qarab ketadi. Ketgan hozir. U yoqdan pastdan boshlab chiqdi. Mafi hududi, to'liq. Mafi hududi dagi Oqoltin to'liq. Oqoltin ko'chasi to'liq asfaltlashtirildi. Xudo xolasa. Agar adashmasam, chekchaga qolmagan bo'lsa, hozirligi nima hududda to'liq bilolmayman mana. Qabristonni to'g'risida bitta tupik bordi, berigisi bog'chani yo'li edi. Bog'chani yo'li o'zi asfalt edi. Undan keyingisi ko'cha ham bo'ldi. Asfaltlashtirildi to'liq. Asfalt bo'ldi. 2,5 metr. Oqsoqolda orqa tomoni. Gap. Tanjonlar sog' bo'lsa, endi yangiliklardan oxirgisi Xudo xolasa jichcha hozir dam olib o'tirishdi, to'g'rimi? Asfalt kelsa yana davom ettiriladi. Katta yo'lga ulanadi. Farg'ona yo'liga ulanadi. Mana shu yo'lda oxirigacha asfalt bo'ladi. Xudo xolasa. Gap yo'q, joni sog' bo'lsin. Albatta musofirdek do'stlarimni salom yo'llab qolamiz. Yurtimizni obod qilayotgan prezidentimizga rahmat. Hammaga rahmat. Hammamizga omad bersin, yurtimiz tinch bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'ling. Bu latokka gap yo'q, lekin zo'r chiqibdi bor-ku. Latok. Uzun qo'ni qo'shnilar kelishib, hashar qilishib, mashatda chiroyli qilib obod qilishib
gatovka qilib qo'yishibdi. Endi mana asfaltni eniga ham, keyin qalinligiga ham e'tibor beringlar degan maqsadda hammani ko'chaga chiqarganda oqsoqol. Endi shunaqa jicha nazoratda ushlab turmasa bo'lmaydi. Sog' bo'linglar, keyingi efirlarda uchrashingiz xayr deb qolaman. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Ha. Sadoqat mahallasidan ham yigitlar chiqishgan, shu byudjetda qatnashib ovoz berishdi. Ularga ham minnatdorchiligimizni bildiramiz, rahmat hammasiga. Oqoltin mahallasining yigitlari hammasiga minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Nima yaxshi niyati bo'lsa niyatlariga yetsin. Yo'q, sog' bo'ling. Rahmat sizlarga. Sog' bo'ling.